Ko'pchiliklaringiz mendan so'ragan makiyaj qilish uslubimni bugun sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Oldindan ogohlantiraman, strogo не судите. Vizajist emasman, shuning uchun o'zim qanaqa makiyaj qilsam sizlarga shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Har doim birinchi bo'lib yuzimga SPF surtib olaman. Bu SPF'imni esa kosmetologimni shaxsan o'zlari tanlab berganlar. Keyingi etap esa yuzimga primer surtish bilan davom etadi. Mani yuzlarim juda ham quruq bo'lgani uchun Efsalarani shunaqa yog'li primerdan ishlataman. Bu esa tonalligimni yuzimga tekis yotishi uchun foyda beradi. Keyingi etap esa уже yuzimga tonalni основа surtaman. Bu menda Estee Lauder. Yangi tonalni olishim kerak, bilaman, lekin shu bitta tonalni menga 1 yilcha vaqtga ketdi. Yuz tonini to'g'irlab olganimdan keyin esa konsillerga o'tamiz. Menda Tartani konsilleri. Bu konsiler menga ko'z tagida yig'ilib qolmasligi bilan ma'qul keldi. Ko'zlarim tagi qorayganini bu konsiler juda ham yaxshi yopib berar ekan. Keyingi navbat esa bronzatorga yetib keldi. Men bu bronzator yordamida yuzimni korreksiyalab olaman. Menga esa suyuq bronzatorlar yoqqani uchun shunaqa suyuq bronzatordan foydalanaman. Yuzlaringiz svejey hamda yosh ko'rinishi uchun har bitta ayolga rumyanalardan foydalanish maslahat beraman. Yuzimizni tayyorlab bo'lgach esa men uchun eng qiyin va eng muhim qoshlarga yetib keldik. Meni qosh kelim Forever 24. Bu keldan men Amerikada topolmadim. Xudo xohlasa O'zbekistonda bo'lganimda albatta 2-3 talab olib olaman. Inson yuzida qoshlar qanaqa ahamiyatga egaligini esa shu video orqali ham ko'rishingiz mumkin. Keyingi etap esa ko'zlarimizga ten surtib olamiz. Ko'zimni old qismiga har doim ochiqroq tenni surtishga harakat qilaman. Chunki ko'zlarimni yanada yorqinroq qiladi deb o'ylayman. Atrofiga bo'lsa Forever 24 tenni mana shu rangidan surtaman. Birinchi oddiy kist bilan surtib olib, so'ng rastushavать qiladigan kist yordamida ko'zlarimga surtgan tenlarimni rastushavать qilib chiqaman. Va nihoyat ko'zlarimizga podvodka surtishga ham yetib keldik. Menda NYX firmasini podvodkasi juda ham stoyki. Qanday surtsangiz xuddi shunday 24 soat turib beradi. Va ko'z bo'yashni oxirgi etabi tushga ham yetib keldik. Menda mana shunaqa tush va pish surtganda esa maksimal darajada og'izlarimni ochmaslikka harakat qildim. Yuzlarimga persona effekt berish uchun esa mana shunaqa pudradan ishlataman va kist yordamida surtgan pudralarimni rastushavать qilib chiqaman. Lab atrofiga esa shunaqa korичневый qalamdan foydalanaman. Tepa labim ozroq kichkina bo'lgani uchun labimni ozgina chiqarib bo'yayman va labimni o'rtasiga Maybelline mana shunaqa rozовый pomadasidan surtaman. Va nihoyat makiyajimizni yakunlovchi qismiga ham yetib keldik. Menda Dior highlighter kist yordamida highlighterlarimizni kerakli joylarimizga surtib chiqamiz. Xo'sh, sizga qilgan makiyajim yoqdimi? O'z o'rnida eslatib o'tishni joiz deb bildim. Men vizajist emasman. Kommentariyalarda izohlaringizni kutib qolaman.